Arzon chegirmali narxda Umra safariga borishga tayyormisiz? Unda videomizni oxirigacha ko'ring. Eng muhimi standart plus sharoitlar. Madina Munavvarada 100-200 metr, Makka Mukarramada 800 metr masofadagi gastnitsa. 10-12 daqiqalik haramgacha masofada gastnitsamiz. Xudo xolasa sharoitlari ham juda go'zal. Inshaalloh xudo xolasa aziz ziyoratchilar Madinada 2 mahal, Makkada 3 mahal o'zbek milliy taomlari, Madina ziyoratlari va Makka ziyoratlari hamda Qizil dengiz sayohatini firma hisobidan amalga oshirasizlar. Inshaalloh aziz ziyoratchilar, xudo xolasa bizda ancha tajribali, ilmli 50 boshlar hamsafar bo'lishadi. Aeroportda kamzil bejik sumka viza beriladi. Qaytayotganlaringda 5 litrli zamzam suvlari hadya sifatida taqdim etiladi. Inshaalloh birinchi yordam ko'rsatuvchi shifokor xizmatlarimiz ham mavjud bo'ladi. Umra safariga ketayotganda doimiy qabul qiladigan dorilaring bo'lsa, ularni olib olishlikda tavsiya qilib qolamiz. Xudo xolasa 1-sentyabr Toshkent Jidda yo'nalishidagi reysimiz narxini $995 qilib beramiz. 2-sentyabr Farg'ona Jidda yo'nalishidagi reysimiz narxini ham $995 qilib beramiz. 2-sentyabr Namangan Madina yo'nalishidagi reysimizni hamda 5-sentyabr Farg'ona Madina yo'nalishidagi reysimiz narxini $995 qilib beramiz. 9-sentyabr Farg'ona Jidda yo'nalishidagi reysimizni $1045, 9-sentyabr Namangan Madina, 12-sentyabr Farg'ona Madina yo'nalishidagi reyslarimizni sizlarga $995 qilib beramiz. 16-sentyabr Namangan Madina, 19-sentyabr Farg'ona Madina yo'nalishidagi reyslarimizni ham $995 qilib beramiz. Hozirroq ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqib, o'zlaring joylaringni bron qilinglar. Bemalol, chiroyli sharoitlarda mukammal umra qilishni istasalaring, biz sizlar xizmatlaringdamiz. 5 kishi, 10 kishi ko'pchilik bo'lib bormoqchi bo'layotganlarga videomizni yuborib qo'yinglar. To'liq ma'lumotga ega bo'lish uchun hozirroq biz bilan bog'laninglar. Bizga like bosinglar, obuna bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' va salomat bo'linglar, omon bo'linglar.